O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga. Mana talab qilmasdan iltimos qilishdi. Oqibati mana nimaga olib keldi. Shuning uchun aytaman men, iltimos qilmash kerak. Bular sizni bizning xizmatimizga yalinib, yolvorib kelgan 200 namachi insonlar. Bularni hayoti yo'q mana. Bular sizni bizning xizmatimizga kelgan, o'zlari rozi bo'lib kelgan, bizning shartlarimizga, konstitutsiyaning bizning shartlarimizga, qonunlarimizga, bizni yashash tarzimizni bilib, bizni dinimizni, e'tiqodimizni bilib, hamma yog'imizga rozi bo'lib kelgan yolg'onchi, qasamxo'r va'davozlar bular. Bulardan talab qilish kerak, va'da qilish, iltimos qilish kerak emas deb bir-ikki qilgan YouTube kanalimdagi chiqishlarimda izohlar yozishibdi. Bu inson iltimos qilmaydi, bu inson talab qiladi. Nima yolg'onmidi? Avvalgilar talab qilishni bilishgan. Qadr qiymatini qadriga yetishgan. Hozirchi muhtaramlar oyoq yalab, ketigacha yalab nimaga erishdilaring? Limitgami? Yo avtohalokatlarda kamaytirish maqsadida qo'yilgan turli-tuman jarimalarga erishdilaringmi? Nimaga erishdilaring? Mandan o'tgan ekan. Kechiring so'rayman hammangizdan. Bu Namangonda yana bir ikkita masjid bor ekan. Agarki men bilsam birinchi navbatda shu masjidlarga ham borardim. Agar men shu bilmasdan shu ishni qilgan ekanman, yana bir marta tish cho'kib iltimos qilaman. Keyingi marta kelganda birinchi navbatda sizlar bilan uchrashaman. Aybim bor ekan, shunga men hammangizni oldida yuzingizga, ko'zingizga qarab aybimga iqror bo'layapman, kechiringlar meni. İnşallah tamam bo'lsa agar mana shu odamlar bilan uchrashib, shularning fikrini ham eshitib, joy-joyiga qo'yishga, kimki bo'lmasin, joy-joyiga qo'yib, talablaringizni bajarishga men iltijo qilib, iltimos qilib va'da beraman. Vaqt soat beringlar agar ishonsangiz. Yana bir yil kerak, bir yarim yil kerak. Hammasi musulmonlarning talabi albatta bajo bo'ladi deb sizlarni ishontirib beraman. Bu darvozasi bo'lsa ham Yunus tomonga. Bu darvoza bo'lsa ham birinchi navbatda Afg'oniston, Pokiston, Eron, Turkiston, Turkiya bilan do'st bo'lib, ular bilan ko'mak, ulardan olib, yordam olib, bitta musulmon davlat tuzsak yaxshi bo'lmasdi. Mana yanvar oyida agarki sizlarning ruxsatingiz bilan agar meni olib tashlamasangiz, agarki mamlakatda ko'mirga botir bo'lsangiz,
ishlarni alda bo'lmaydi. Bu masalani va'da beraman parlamentimizda Oliy Kengashda o'zim qo'yaman. Ishdan ketish sababini marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova borasida Islom Karimov bilan kelisholmay qolgani bilan izohlagan. Karim bilan bizlar janjal qilganimiz qiz ustida. Qizim ustidan. Shu arzon oldinga oxiriga arzonni yozib ketgandan keyin ikkalamiz ana shunday bo'ldik. Birinchi marta bordim oldiga. Islom Karimov, приведите в порядок свои дочь dedi. Qo'limda SMB'ning dokumenti. Oldida qo'ydi, prочитайте. O'qidi, nima qiladi? Qo'ydi. Indamadi. 3-marta keldim oldiga. 3-marta. Maganim aytdi, "Cho'tim meshuvisi" degandan keyin o'sh kabinetda o'tirib, bir varaq qog'ozni olib, ariza berib, "Прошу освободить меня от занимаемой должности в связи с состоянием моего здоровья. Я благодарен за работу совместно с вами" deb qo'l qo'ydi. Favora TV tomonidan ishlangan filmda Ismoil Jo'rabekov sobiq rahbari Islom Karimov unga 2 marta odamlarni otish va tozalash haqida buyruq berganini aytgan. Asosiy O'zbekistonda janjal bo'lgan joyda kim tani qiladi Jo'rabekov? Boshqa hech kim qo'ldan kelmaydi. Qayerda janjal bo'lsa, Jo'rabekov o'sha. Masalan, sizni eng murakkab joylarga yuborgan Islom Karimov. To'liq shunday. Keyin yana agar to'polon bo'lsa, jazola degan. Siz bilasizmi? Strilay, расстреливай. Ot degani. Mana Namanganda. Strilay deb telefonda. Я тебя приказываю deb. Mana shunday. Lekin mendan o'tgan ekan. Kechiring so'rayman hammangizdan. В дальнейшем развитие Келядякова-Зы именно в профессиональном плане и участие молодых людей, которые сейчас участвуют в проектах Келядякова-Зы, именно, если можно так сказать, во взрослых проектах фонда «Форма». Спасибо. Я не буду долго рассказывать о том, что этих проектов очень много, вы знаете лучше меня. Сами проекты возникли именно потому, что келядяковцы и те, кто получали гранты, стали расти, и, соответственно, это, что называется, молодежное пространство, оно должно было трансформироваться, дальше находить себе работу, трудоустраиваться. У многих были проекты, у многих были идеи, поэтому не хватало иногда навыков. Так возникла школа молодых. Sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova O'zbekistondan 1 trillion 270 milliard so'm, 1 milliard 651 million dollar va yana 26 million yevro miqdoridagi xalq boyliklarini Yevropaga olib chiqib ketgan. Shunda faqatgina 840 million dollarlik pullargina muzlatib qo'yilgan xolos. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga Студенты боялись обращаться к медпунктам, там подойти, чтобы сказать, что вот я раненый. Они боялись того, что они посадят в тюрьму их. Которые сегодня настигают нас.
Sizlarga aytay, hali meni hech kim oliy kengashdan ishdan bo'shatgan emas. Hali men shu yerdan oylik olyapman, ishlayapman. Bir kechada ertalab, saharlab meni stolimni olib chiqib ketishsa, meni sessiyada so'zlaydigan nutqimni olib chiqib ketishsa, meni telefonlarimni uzib olib ketishsa, men davomida kimga aytishim kerak? Kimning huquqi himoya qilinyapti? Shuning uchun bugun meni boshimga tushadi, ertaga Shoruxni, indinga boshqa. Lekin hozir mana shu yerda turib qarshi ovoz beradiganlarning ham boshiga tushadi bu narsa. Endi o'rganishimiz kerak. Butun mamlakatda endi odamlar aytayapti, inson huquqlari bor joydagina taraqqiyot bo'ladi. Inson huquqlari paymol etiladigan joyda hech narsa bo'lmaydi. Islom Abdug'aniyevich, siz bu dunyoda ustun emassiz. Yoki sizni O'zbekistonni sizni onangiz yaratgan emas. Axir men majbur bo'ldim chet elga ketish uchun ariza yozishga. Nima uchun quvg'in qilasiz? Qo'ying, kelsin Ro'zmurodga eshitaylik bu yerda. Siyosati. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega ba'zan internetga kirsak, hamma yerda qandaydir san'atkorning to'yi, qaysidir vaynerning janjali yoki qiziqchilarning bachkana qiliqlari bosib ketadi? Nega xalq uchun eng muhim bo'lgan, hayotimizga bevosita ta'sir qiladigan jiddiy muammolar qolib, shou biznesning turli xil g'iybatlari kun tartibiga chiqib qoladi? Bugun sizlar bilan aynan shu haqida, ya'ni xalqni asl muammolardan qanday qilib chalg'itishayotgani haqida gaplashamiz. O'zbekiston qazilma boyliklariga juda boy davlat. Gaz, neft, tilla, uran. Yer ostimiz ham, yer ustimiz ham xazina. Qonunan olganda bu boyliklarni asl egasi xalq. Lekin oddiy xalq shu boyliklardan kelayotgan daromadning qanchasini o'z hayotida his qilyapti? Millionlab tonna boyliklarimiz chet elga, xususan Rossiya va Xitoy kabi davlatlarga suv tekinga chiqib ketyapti. Xo'sh, undan kelgan milliardlab dollar foyda qayerga ketyapti? Kimlarning cho'ntagini qappaytirib, kimlarning qasrlariga g'isht bo'lib terilyapti? Keling, quruq gapirmaylik. Kun.uz rasmiy saytining ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumatı birgina 2025-yilning o'zida 9,9 milliard dollarlik oltin sotgan. Tasavvur qilyapsizmi? Sal kam 10 milliard dollar. Lekin biz bu pullarning natijasini xalq hayotida yoki MXXning sobiq boshlig'i Rustam Inoyatovning Yevropa markazi Vena shahridagi 2,5 million dollarlik villalarini eslang. Oddiy xalq qahraton qishda, gazsiz va svetsiz, sovuq uylarda titrab o'tirgan bir paytda xalqning peshona teri evaziga kelgan pullar qanday qilib xorijdagi villalarga va chet eldagi yashirin hisob raqamlariga aylanib ketgani haqidagi haqli savollar har bir aqli butun insonning miyasida aylanadi. Axir xalqning mulkiga xiyonat qilish eng og'ir gunohlardan biri sanaladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Allohning moli, ya'ni jamoat xalq mulkiga nohaq o'zboshimchalik bilan daxl qiluvchi kimsalarga qiyomat kunida do'zax olovi bo'lur deb qattiq ogohlantirganlar. Bugun o'sha xalqning moli hisoblangan milliardlarni o'zlashtirayotganlar ana shu dahshatli oqibatni unutib qo'yishgan ko'rinadi. Ana shunday savollar ko'payib, xalq orasida norozilik, korrupsiya va talon-tarojliklar haqida gap so'zlar ko'tarila boshlaganda sahnaga darrov chalg'itish siyosati chiqadi. Yo'q, hukumat yuqorisidagi amaldorlar bevosita qaysidir ashulachiga urush yoki mojaro qil deb buyruq bermasligi mumkin. Lekin aynan ijtimoiy muammolar avj olgan, korrupsion sxemalar fosh bo'lgan kunlarda qandaydir ehtirosli shov-shuvlar ko'tarish, davlat nazoratidagi axborot mashinasi va yashirin trollar fabrikalari uchun juda qo'l keladi. E'tibor bering, har safar jamiyatda jiddiy muammolar ko'tarilganda birdaniga Shohjahon Jo'rayev va Botir Qodirov o'rtasidagi tugamas sudlashuvlar barchaning muhokama markaziga sun'iy ravishda olib chiqiladi. Yoki sobiq prezident Islom Karimovning nevarasi bo'lmish Maryam Tillayevaning yalang'och tushgan suratlari sizdirilib, omma shunga yo'naltiriladi. Trans Jasmin kabi kimsalarni atrofida ataylab yasalgan shov-shuvlar esa kun tartibini egallab oladi. Sabab oddiy ijtimoiy tarmoq algoritmlari va nazoratdagi media bu kabi yengil-yelpi mavzularni sun'iy ravishda trendga olib chiqib, haqiqiy muammolarni bosib yuboradi.
Bu o'rinda xalq o'zi g'iybatga o'ch. Faqat shuni ko'radi deb oddiy odamlarni ayblash mutlaqo adolatsizlikdir. Vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman. Bo'ri oqsoqlanib ovchining lageriga keldi. Miltiqdan 5 metr narida o'tirdi. U xirillamadi. U shunchaki qor ustida titrab yotdi. Ko'zlari tahdid qilmasdan yolvorar edi. Ovchining barmog'i tetikdan bo'shadi. Bo'ri yarim muzlagan, zararsizdek, sekin olovga yaqinlashdi. Ovchi to'xtatmadi. -30 da har qanday yondashuv yaxshi edi. 10 daqiqadan so'ng u yaqinlashdi. Yarim soatda oyoq yonida yotdi. Go'yo uy iti. Hatto boshidan silashga ham yo'l qo'ydi. Keyin bir zumda mehr tuzoqqa aylandi. Bo'ri tashlandi. Tishlar erkalash uchun emas, o'ldirish uchun. Tomog'ini yordi. Qon olovga sachradi shitirlab. O'qlangan miltiq bir qarich narida joylashgan edi, ammo hech qachon tegin olmadi. Bo'ri mukammal hisoblagan edi. To'g'ridan hujum imkonsiz edi, lekin yaqin kelishga ruxsat olib, u masofani 5 metrdan 0 ga tushirdi. 30 daqiqa aktyorlik evaziga odamning hayotini oldi. Bu eng katta narsa hayotda o'zi har bir insonda bu oila. Oila men uchun muqaddas. Muqaddasligi shuki, avvalambor qayerda ishlashining qat'iy nazar, kim bo'lishining qat'iy nazar. Agar oilada tarbiya, oilada muhit, oilada halollik, munosabat, tarbiyaga alohida e'tibor bermasang, hech qachon natija bo'lmaydi. Shuning uchun men farzandlarimning tarbiyasiga juda katta e'tibor berardim. Har bir farzandimga ham, nevaramga ham alohida o'zimning munosabatim bor. Har bir nevaramni alohida xarakterini bilaman, niyatini bilaman, istagini bilaman. Odam baxtliman deyishga qancha haqqi bor. Agar oilang bilan sen baxtli bo'lsang, baxtli deyishga seni haqqing bor. Faqat oilam baxtli bo'lish emas, xalqim baxtli bo'lsa, men o'zimni baxtli deb bilaman. Shariatga binoan qilamiz. Gapingiz to'g'ri, Qospacha. Shu bir narsaga hayronman. Xo'sh, Sizlar nima ish qilsalaring ham qonunga to'g'ri kelaveradi-ya. Xotin kadrlar masalasi bo'yicha norasmiy maslahatchi, xalqaro jamoat fondi raisi, million dollarlik loyihalar tepasida o'tiradi. Pul qaydan kelib, qayga ketishi haqida hech kimga hisob bermaydi. To'ng'ich qizning vakolati bosh vazirdan qolishmaydi. Axborot siyosatidan to axborot texnologiyalari, asori antiqalardan millatning eng noyob san'at namunalariga qadar norasmiy xo'jayin u. Katta qizning rasmiy vakolati qayerdan boshlanib, qayerda tugaydi, buni ham birov bilmaydi. To'ng'ich kuyov bir kechada davlat administratsiyasi rahbariga o'rinbosar. Yana bir uyg'onib esa mamlakatning eng oldi biznesmeni. Kichik qiz yaqinlargacha mamlakatning eng bosh bog'cha opasi edi. O'zbekning millionlab bolasi qachon, qaysi harfni tanishidan nima yeb, nima ichishga qadar belgilash vakolati unda edi. O'tgan oy bu vakolat yanada kengaydi. Endi u bosh kambag'al parvar. Millionlab o'zbekning ijtimoiy muhofazasi uning qo'lida. Kichik kuyovning maqomi bo'yi bastidan ham baland. Prezident qo'riqchilarining de facto boshlig'i, birinchi tanaga eng yaqin tana sohibi. Davlat xizmatchisi, lekin milliard dollardan kattaroq ko'lankadagi biznes egasi ham. Yagona o'g'il hozircha maktabda. Lekin ijtimoiy tarmoqdagi xos ishqibozlar uni shahzoda, bulg'usi qirol deb ataydi. Darvoqe, haqiqiy shahzodalar davrasida ham tez-tez ko'rinib turadi. Xochamizni oxiri nima deysiz? Otamizni xochamiz. Pasportlarni olib qo'yganmiz. Любой davlat yutadigan hali oltin pasportlarni. Bittasi tabiiy boyliklarni o'g'irlaydi, bittasi budjetni o'g'irlaydi. Kelishib olgan bular-chi. Bir-biriga yana o'g'ri bo'l, insof bilan bo'l deb qo'ygan o'ylarsizmi? Qani byudjetni puli? Hamma kistaga ketyapti. 3 yil ishlamasdan to'rt etajli uy qurasan ham, 20 ta mashina olasan. Qayerdan nima? Oylikdan olasanmi? Asal insofli bo'lgin. O'g'ri bo'l, insofli bo'lsan.
Shu 40 yil paxta bilan shug'ullanib, odamlarni qashshoq qilib biz. Tibbiyotga e'tibor bermadik, ta'lim domlalar chiqib ketdi ko'chaga. Semishga sotib yurdi, tavba deyish kerak O'zbekiston sharoitida. O'qituvchi oyligi bilan shug'ullanmadi, kitob bilan shug'ullanmadi. Endi men hozir prezidentimizni yaxshiroq tushunyapman, bilasizmi? Har doim hayron bo'lardim. Qanaqa qilib tushunmaydilar? Qachonki hududlardan qaytib kelsalar, yuzlari nurga to'ladi. Gapiraman-da. Siz charchamaysiz-ku, men nega charchayman? Men uyalaman, siz shuncha ishlaganingizda men ishlamasam. Bitta qiyin joyi bolachalarimni sog'inib qoldim. Chunki xizmatdaman. Ko'rib turibsiz-ku, hayotimni bag'ishlayapman. Shuda endi baxt. Davrda ko'rganmiz. Eng o'sha sovet davrini avjida ham ayollar mardikorni ko'rganmizmi? Ko'rmaganmiz. Qaysi davrda mardikor ko'rgansiz ayoldan? Hozir faqat ayol. To'la. Har bitta viloyat xalq rayonlarida tiqilib ketgan. Ayollar mardikor bozorida. Tiqilib ketgan. Mani uyim yonida bor. Men bu narsaga men xotirjam qaramayman. Yigit mardikor, ayol mardikor. Yana haligi oilani saqlab qolish uchun palon grantlar olib, nima qilib markazlar ochib, reabilitatsiya markazlari. Sen oilani saqlab qolish oldi ayollar ahvolini to'g'rilagin. Qanaqa oila haqida gapiryapsan sen? Qanaqa oila haqida gapirish mumkin bugun O'zbekistonda? Ajralish qarang. Ko'pligini. Nima uchun? Nima uchun bolalarimiz bu ahvolda? Nima uchun savodsiz? Nima uchun ilmsiz? Nima uchun? Nima uchun o'zligini tanimaydi? Nima uchun ichini kovlamaydi hech qachon? Ona mardikorchilikda, ota asosiy qismi mardikorchilikda. Faqat qorinni g'amiga qo'yib qo'yishdi. Faqat qorinni g'amiga. Qornim Toshkentda uncha bilinmaydi, lekin chekkaga bitta chiqib ko'ring-chi. Bu haligacha qul bo'lmay nimamiz hozir? Nima? Kimga qul emasmiz? Partiyalarimiz 5 ta partiyaga qul. Bo'lib qolsa mana hozir endi bitta ola qul. 5 ta partiyani quli. Chunki ular mana shu bosib turaveradi buni. Tepasida bosib turaveradi, o'tkazganini qo'ymaydi. Adliyaga berib qo'yishgan Oyboltani og'zini shunday ochsa boshini chopgin deb. Hech qachon ro'yxat. Har bir rayonda so'z berganimizda iltimos maqtash u zamon o'tib bo'ldi. Menga taklif kerak, menga muammo kerak. Men shuni bilib ketishim kerak va o'zimga to'g'ri yo'l topishim kerak. Prezidentning gapi bir tiy bo'lagan. Shaharning markazida o'tin yoqib jon saqlayotganlardanmiz. Voy bechoralar, hali ham bu sovuqlarda mana yashashyapti. Oila deb qarab o'tib ketishadi ular. Chidavommiz. Odam bolasi nimalarga chidamaydirdilar otam. Chidarkanmiz. Shu salapanda yashashga ham chidavommiz. Qatdan chiqdi hokimiyat kelib u tadbirkorga bizni beryapti. Ikkita dom sotib olib, hokimiyatni balansiga o'tkazganimizdan keyin hokimiyat kadastr qilib, bizning nomimizga chiqarib bergan. Sizni hech kim chiqarmaydi. Toshkent shahrining Yakkasaroy tumani hokimligi fuqaro xonadonini buzib tashladi. Oila ko'chada qoldi. Ular qahradon qishni ham shu buzib tashlangan xonadonda o'zlari silab. Juda balandparvoz chiroyli gaplar, прекрасный ролик, лайк. Но мне нужна реальная картина, господа. Saida Mirziyoyeva, Shavkat Miromonovich, og'ir o'g'itib silab oldinglar, to'g'risi. Yashab ketdik, juda ham yashab ketdik. 7 jon ko'chada qolamiz. 7 jon ko'chada, otam kasal yotib qolganlar. Buzilish to'g'risida qog'oz yo'qkan, chaqiring, qog'ozini ko'ring. Haqoratlashadi, xohlaganligicha. Nimaga qo'lingizni oling? Nimaga Saida Mirziyoyeva, biz boshqacha bo'lishni so'rayman. Siz oldingizga qancha harakat qildik, ketmoqchi bo'ldik. Bo'lmadi baribir. Qancha arizalar yozdik, hech qaysi javob kelmayapti. Hammasi tumanga chiqarilyapti. Tumanga jo'natilgandan keyin tuman o'zi yopdi qoldi. Nega biz jabr chekyapmiz bular uchun? Qachongacha Yakkasaroy tumanini? Bu yerda nima taqdirlar? Hokimiyat tomonidan kelib, bu mashina hokimiyat buzish bilan shug'ullanmaydi, uni funksiya. Biz poraxo'rlarni yomon ko'ramiz, to'g'rimi? Lekin o'zimiz uyimizda 3 ta 4 tadan poraxo'rchalar katta qilamiz. Chunki bizni ham poraxo'r qilib katta qilishdi. Ustimda izlanish, ishlash
Endi siz gaz uchun ko'proq pul to'laysiz. Energetika vazirligi tomonidan qishki mavsum uchun joriy etilgan ijtimoiy me'yorlar bugundan olib tashlandi va eski tariflarga qaytdi. Unga ko'ra, qish mavsumida har bir xonadon uchun 500 kub metrgacha bo'lgan me'yor joriy etilgan edi. Endilikda esa bu me'yor 100 kub metrgacha qisqartirildi. Bu degani 100 kub metrgacha bo'lgan gaz iste'moli uchun siz 1000 so'mdan to'laysiz. Lekin 100 kub metrdan oshgan har bir gaz iste'moli uchun esa 1800 so'mdan to'lov amalga oshirishga to'g'ri keladi. Unga ko'ra siz qanchalik gaz iste'molini ko'paytirsangiz, tariflarga ko'ra shuncha gaz narxi ham oshib boraveradi. Bu xabarni ko'proq gaz yoqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentim. Iltimos, ko'chada qolib ketdim. Necha yildan beri ko'chada yuraman. O'g'lim ichkiga bo'lib ketgan, qizim turmushi bor, yerga tegib ketgan. Men shu yo'lda ko'chada, suv-ara ko'chada qolib ketdim. Iltimos, menga yordam qo'llaringiz cho'zingizlar. Men mahalla yordamini ko'rgan bo'lmasam, faqat mayli yordamini ko'rmayin, uy-joy mahallasi nimasida yordam bersa bo'ldi. Iltimos, sizlardan shuni iltimos qilib so'rayapman. Qo'ri rasmga tushirib meni aldashmasin. Yordam beringizlar, yordam berishlaringizni so'rayman. Iltimos, ko'chada yurish jonimga tegib ketdi. Qachongacha ko'chada yuraman? Ijtimoiy xodimga men nima qildim? Quloq solmaydi ijtimoiy xodimi. Jikirgilaydi. Iltimos, jikirgilamasin. Men bir boshpana so'rayapman. Boshqa narsa so'raganim yo'q. Mahalladan yordam so'raganim yo'q. Iltimos qilaman. Yordam beringizlar. Yig'layverib ko'z yoshlarim qurib ketdi. Kattalarga chiqsam ijtimoiy xodimga buyuradi. Ijtimoiy xodimi nima qilmaydi, talab quloq solmaydi. Nima qilayin? Men tugadi charchadim. Talab qilsam ijtimoiy xodimga buyuradi. Ijtimoiy xodimi mening dardimga quloq solmaydi. Yig'layverib ko'z yoshlarim qurib ketdi. Men davlatdan hech narsa so'rayotganim yo'q, mahalladan hech narsa so'ramadim. Faqat boshpana so'radim. Iltimos, yordam berishini so'rayman. Pulim bo'lmasa ham bir duo qilarman-da men ham. Xalq o'zi g'iybatga o'ch. Faqat shuni ko'radi deb oddiy odamlarni ayblash mutlaqo adolatsizlikdir. Odamlar o'z-o'zidan axlat titishga qiziqib qolgani yo'q. Jamiyatda jiddiy siyosiy va iqtisodiy mavzularni tahlil qiluvchi, haqiqatni yorituvchi mustaqil jurnalistika qattiq bosim ostida ekani hech kimga sir emas. Erkin matbuot bo'g'ilgan, senzura va o'z-o'zini senzura qilish avj olgan muhitda odamlarga boshqa muqobil axborot tanlash huquqi qoldirilmayapti. Ijtimoiy tarmoqlar va rasmiy media orqali xalqning ongi uzluksiz birinchi ravishda shou-biznes mojarolari bilan to'ldirilmoqda. Xalqni qandaydir ma'noda shu axlat qutisiga qamab qo'yishmoqda. Chunki mustaqil ma'lumotga ehtiyoj sezilgan bir davrda odamlar nima berilsa, shuni iste'mol qilishga majbur. Bu chalg'itish usuli aslida kecha yoki bugun o'ylab topilmagan. Qadimgi Rim imperiyasida hukmdorlar xalq adolatsizlikdan isyon ko'tarmasligi, o'zining talon-taroj siyosatini yashirish maqsadida bitta makkorona usulni qo'llashgan. Bu non va tomosha siyosati edi. Davlat xalqqa ozmoz tekin non tarqatgan va gladiatorlarning jonli janglari kabi dahshatli tomoshalarni taqdim etgan. Odamlar o'sha qonli tomoshalarga shunchalik berilib ketishganki, natijada mamlakat xazinasini kimlar o'marayotgani, iqtisodiyot qanday qulayotgani yoki o'zlarining insoniy huquqlari poymol bo'layotgani haqida o'ylashga imkoni qolmagan. Qorni arang to'ygan va ko'zi tomoshaga bog'lab qo'yilgan ommani qul kabi boshqarish tepada turganlar uchun juda oson kechgan. Bugungi kunning ulkan sirklari bu bizning qo'limizdan tushmaydigan smartfonlarimiz ekranidir. Zamonaviy gladiatorlar o'sha. Siz u biz har kuni internetda mol-mulkini ajrashishini yoki qandaydir mantiqsiz qiliqlarini og'zimizni ochib kuzatadigan shou-biznes vakillaridir. Hukumat xalqning mulki bo'lgan boyliklarimizni arzon garov qilib sotib, o'sha milliardlar xorijdagi villalar va chet eldagi yashirin hisob raqamlariga aylanib ketayotgan bir paytda bizga ham o'z haq-huquqimizni talab qilmasligimiz uchun
oylikdan oylikka arang yetadigan maosh va internetdagi bitmas tuganmas g'iybatlar qutisi tutqazib qo'yilgan. Biz shu qutiga shu darajada sho'ng'ib ketganmizki, o'z uyimizning tomi ochiq, yerto'lamiz esa talanayotganini bizdan mohirlik bilan yashirishyapti. Vaholanki Alloh taolo Qur'oni Karimning An'om surasi 32-oyatida dunyodagi hayot faqat o'yin va ermakdan iboratdir. Taqvodorlar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aql yuritib ko'rmaysizlarmi deb marhamat qilgan. Bizni ana shu o'yin va ermaklar bilan band qilib, aqlimizni ishlatishimizga, haqiqatni ko'rishimizga to'sqinlik qilishmoqda. To'g'ri, madaniyat, san'at xalqqa kerak, lekin u xalqning ko'zini bog'lash va aldamchi tomoshalar bilan ovutish uchun qurolga aylanmasligi lozim. Bugun biz kimningdir kiyimi yoki mojarosi haqida tortishib o'tirgan bir paytimizda ertamiz bolalarimizni kelajagi bo'lgan boyliklarimiz o'zlashtirib yuborilyapti. Azizlar, endi ko'zimizni ochishimiz, nima muhim va nima shunchaki chalg'ituvchi tomosha ekanini ajratib bilishimiz kerak. Bizga kimlarningdir mojarosi emas, o'zimizning farzandlarimizning kelajagi qiziq bo'lishi shart. Keyingi safar qo'lingizga telefon olib, internetdagi navbatdagi shov-shuvni kuzatishdan oldin o'zingizga bitta savol bering. Hozir mendan nimani yashirishyapti ekan? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoni ko'proq tarqating, toki xalqimiz asl vaziyatni tushunib. Qarsakda haqiqat yo'q. Qarsakda haqiqat bo'lganda biz juda buyuk bo'lib ketardik. 30 yil qarsakda o'rgandik hammamiz. U bizga manfaat bermadi, o'tiringlar. Tez va lo'nda. Endi yaxshi ham bo'lib ketar bu kunlar, endi tag'in kunga borib, endi bu ham 5 kun qiyinchilik bo'lsa kerak hozir. Haqiqatdan narx-navo oshib ketdi. Yaqinda prezidentimiz televizorga chiqib shu nima bo'lsa ham uni qulog'imiz bilan eshitdik, o'zimizdan ko'rdik. Shu avgust sentabrgacha shu nima qilib turinglar. Bir trillion shu qanday qilib tishlarini qo'yib turinglar. Undan keyin yaxshi bo'lib ketadi hamma yo'q. Biz prezidentimiz shu gapini eshitdik. Undan baqa endi vaqtimiz cho'q, endi ajoy emas. Sentabr yo avgustga borib narx-navo pasayib tag'in yaxshi bo'lib ketsa, endi hozir bizniki yangi deydi shu. Mana undaqangi ko'p davlatlar bilan aloqa qilyapmiz deydi, hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi deyapti. Endi buni Xudo biladi endi. Biz qayerdan bilamiz? Endi o'shanga qarab tag'in endi yashaveramiz qanaqa bo'lsa-da. Misoldan eskilarga gap bor, osmondan nima yoqsa yer shuni ko'taradi deydi. Bag'i endi bunaqa bo'lgandek bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bu bo'ladi ish, nimada işte hayot. Baribir endi yaxshi bo'lamiz, baribir yaxshi bo'lib ketsa kerak endi. Byudjet mablag'lariga turli tarafdan ko'z olaytiradigan kalamushlar ham borki, agar ularga qarshi kurash olib borilmasa, xalq boyligi talon-taroj qilinishi mumkin. Bu kalamushlar o'g'rilikni ochiqchasiga emas, turli qarorlar, xaridlar niqobi ostida amalga oshiradi. Bular tanish bilishlari, qarindosh urug'lari bilan birgalashib, byudjetga har tarafdan chang soladi. Aholi ehtiyojlari uchun maktab va bog'chalar, turar joylar qurish, zavod, fabrikalar ochish bahonasida milliardlab pullarni o'marishadi. Bitta kalamushni tutib jazolasangiz, o'rniga boshqasi paydo bo'ladi. Oddiy odamlar esa davlatning shuncha puli qayerga ketyapti, nega sharoitlar yaxshilanmayapti, turmushimiz farovonlashmayapti degan savollarni o'rtaga tashlaydi. Oqibatda jamiyatda norozilik, tushkunlik paydo bo'ladi. Kalamush mana shu tarzda byudjetni, oxir-oqibat jamiyatni va davlatni yemiradi. Assalomu alaykum bolajonlarim, qandaysizlar? Bayramlar manam, sog'liqlaring yaxshimi? Otajonim, bizlar mana Uchiqloshda yashayapmiz. 53dan beri yashayapmiz, lekin bitta eshakaniga chitsa ham paqir ko'tarib chopamiz, talashamiz. Gaz yo'q, qiynalyapmiz bolajonim, shunday g'ana. Ochliqdan qiynalmayapmiz. Shiboq chopamiz, shiboqni ham bir vaqtda oldirmadi bolajonim. O'lay deb
bitta qo'y qumaloq tashlasa shu qumaloqni ham qo'limizga terib olyapmiz. Juda ham shariatimiz yo'q. Juda qiynalyapmiz mana qishga. Mana 102 ga kirib 103 ga ketyapman. Shundan beri o'choq. Faqat o'choqni kavlaymiz. Bir oyog'im 2 marta singan, lekin yuraman, mana olislarga yuranmayman. Bir chiqay hokimiyatga deb jo'nadimda yana qo'y astag'firullah keltirdim bolajonim, yiqilib sharmanda bo'lmayin deb. Otajonlarim qushlarni yetsa, hamma bir yig'ilib qana, bir yoqadan bosh chiqarib qana bolajonim. Bizlarga mana hech nima kerak emas. Mana shu gazimiz yo'q, gazdan juda ham qiynalyapmiz. O'tin topsak ovqat topmaymiz, ovqat topsak o'tin topmaymiz. Gaz ballonga tiklab turamiz. Olam yetsa yetib qoladi, yetmasa yetmay qoladi. Sebetni qo'ysak uch-o'chigimiz shirillab 2 kunning birida o'chib qolyapti, megana o'xshab, yaramay hech balaga. O'shaning uchun otajonim bizlarga shu bir gazga bergana yordam qilsanglar. Mana yerda eshak hangrasa yetadigan joyda gaz bor. Kelgan Qiziltomga. Eshak hangrasa gazga yetadi do'gishi, lekin gazga yetolmayapmiz. Turbalari tayyor, hamma narsasi bor. Shu bir martagina otajonim Xudo meni yoshimni bersin. Umrganalaring uzoq bo'lsin, jonlaring toshdan bo'lsin. Bola chaqalarimdan olganlarimdan qo'sh chaqarib toparman, tutarman gana bo'lib, meni duom oltin bo'lib kirsin bolajonim. Meni duom uchun mana 103 ga kiryapman bolajonim. Sen qayerdasan, o'liksanmi, tiriksanmi degan odam o'zi yo'q. O dalani qo'yaveray, o'zimniki ham. O'shaning uchun sog'liq qaningni bersin bolam. Bizlarning shu bir gazimiz mana erganada eshak hangrasa yetadi do'gishi. Bir harakat qilib bersam otajonim esingni. Men shu yoshimni shunday xaltaga solib berib ketaman senga. Bugundan metan narxi oshadi. Hukumat qarori bilan metan gaz uchun belgilangan eng baland chakana narxning amal qilish muddati uzaytirildi. Endilikda avtomobillarga gaz Gruppani o'qib bo'ldim. Soat 10 da ochiladi zapravkani deb eshitib. Mana shu yerga kelib o'sha 10 dan 20 minut o'tgan ekanda kelganimda. Qo'yganim bo'yicha turibman. Yo'q, gaz ishlagani yo'q hali. Ochmadi. Necha bo'lyapti soat hozir? 3 bo'ldi shekilli. 3 bo'ldi. Ochilishiga umid bormi? Endi bilmayman. Aniq bir nima deya olmaymiz endi. Umid qilib turibmiz. Ochib yuborsak, yuborsak hamma bir ekan bo'lamiz. Vodiyda muammo bo'ladigan bo'lsa, zapravkalarda bir ko'chma konteynerlarda gaz tashib muammoni bartaraf qilamiz deyishdi-da. Shu gaplar eshitdik, lekin unaqadan hal daragi yo'q. Ko'chma konteyner bironta joyda kelib quyganini eshitgan, ko'rganim yo'q hali. Eshitdik, lekin shunaqa bo'ladi deb gapirishdi, lekin hozir nima ko'rmadim lekin unaqani. Muammo o'shandacha turibdi. Endi bilmayman qachon ochilar ekan bu gazlar. Benzin arzon bo'lsa ekan, benzin olib quysak. Benzinlar ham qimmat hozir yurgani. Biz nima ish qilasiz? Nima, Damas'da tirikchilik qilaman-da, ko'chada. Endi hozir gazda turibmiz, ishi yo'q, endi nima qilamiz? Benzinda qoplamaydi baribir. Endi baribir mana kutib turibsiz-da. Shunga yarasha bir umid bormi? Gaz ochilishiga ishonasizmi? Gruppalarda eshitib turibmiz. Hayronman endi ochilmas ekan deb undan keyin o'qisam, ochilmas ekan, noto'g'ri xabar, nima deyish, shuna deyishdi, endi hayronman. 12 da kelgandim-da. 3 soat bo'ldi. Gazni kutib aynalib yuribmiz endi. Gaz yo'q hech qayerda. Telefonlarda bugun ochadi 10 dan 4 gacha turdi. Gruppalarda. Endi hozir yana telefonda qarasak, vazirlar hokimlarga o'tkazib berdi. Hokimlar hal qiladi. Energetika vaziri. Shunaqangi muammo bo'lib, biz vodiyda shunaqangi sarsongarchilikda. Bunga bir yechim topish kerak. Bu xalqni ham jicha o'ylash kerak. Va xalqdan nima aybi bor ekanini bilmadim. Hamma qiynalyapti. Benzin qimmat. 10 ming tepasida. Ko'chma konteynerlar mana bugun 22 ming. Bugundan keladi degan. Bu ham yo'q. O'zi damdarais yo'qib ketdi, yozmay ham qo'ydi. Endi buning uchun xatga uchrash kerak, kimga yana murojaat qilish kerak bilmayapmiz. Biz ishonadingizmi ko'chma konteyner kelishiga? Ha, endi telefonda hamma nimalarda, internetlarda shu saytlarda kelyapti, ishonyapti endi shu o'shani ko'rib o'qib. Endi bu mana bugun 22 o'tdi.
Nima deganda bunisini Xudo biladi endi. Biz bir narsa deyalimiz davlat ishiga endi. Hozir nima qilasiz endi? Hozir yo'qgalikda o'tirsin. Nima qilamiz endi hozir kutib o'tiribsiz, nima deydi, chiqmagan jondan. O'zbekiston xalqini bu va'dalarga, yolg'onlarga qonli to'y bo'ldi. Shunaqangi to'ydi, baraban bo'lib ketdi qonimiz. Inson yashatgan yashamadan o'lmaydi, shuni bilinglar. Hali bu amaliylardan ham tusharsizlar. Bu taxtdan ham tusharsizlar, vaqt soati kelib, inshaalloh. Bu obro', mansab, atalmish ustinglardagi u zar cho'pon ham yechilar, burninglar havoda bo'lsa ham, tog' qadar baland gavdanglar bo'lsa ham 2 metr joyga 20 metr kapanga sig'adigan darajada kichkinamiz biz insonlar, qullar. Shuning uchun qo'linglarni vijdoninglarga qo'yib qaror chiqaringlar. Yillardir yetimxonadagi qizlarni zo'rlab kelayotgan hokimlar ochoqda. O'lim jazosi berilishi kerak bo'lgan, chiqarilishi kerak bo'lgan qarorlar chiqmasdan insonni moralniy ezib, siqib suvni ichib yuboryapsizlar. O'zbekiston xalqini qismatini, taqdirini yozayotganda go'zal Allohim qalamizni sinsa bo'lmasin. Tag'in nima emish? Gazni boshqa davlatga sotib, ish o'rinlarini ko'paytiramiz deb shunaqa fikr bildiribsiz. Gap egasini topadi. Men 2017-yildan beri Turkiyaga borib kasal qarayman. Turkiya davlatida ishlayman. Mendaqa ayollar ozmuncha emas. O'qimishli ginekolog, medsestra, o'qituvchilar borib ishlayapti, diplomini qo'yib. Baqqan kasallarimiz qusib olsa qusug'ini tozalaymiz, chichib qo'ysa bo'qini tozalaymiz kerak bo'lsa. Qo'limiz qon yeringdan, boksiydidan chiqqani yo'q. Qani ishora? 1,5 million, 2 million oylik ishlaymizmi? Kimga yetadi? Soyuzlar yashab ko'ringlarchi shunda. Shu oylikka kommunal to'lov, yeb ichish, kiyinish, insonmiz, og'riymiz, kasal bo'lamiz, davolanish kerak. Ko'tinglarga bitdan urib, o'sirgulardan o'yantib qarorlar chiqara olmanglar. Hatto farzandlari to'yib ovqatlanmaydigan davlatlar qatoriga qo'shilibdi O'zbekiston. Isnot bu. Nima emish? Migrantlardan topgan pulini daromad soliq qilib olishimiz kerak debsizlar. Undan ko'ra pasportlarni jo'natib qo'yinglar. Topganimiz sizlarga jo'nata oraylik. O'tirasizlarmi soliq poli bilan o'ralash? Hozir ko'chaga chiqsam, chillani kunida ko'chalar asfalt bo'lyapti. Nima emish? Prezident kelarmish. Doim kelib turing, o'rtam Mirziyoyev. Yo'llarimiz o'naladi. Ko'chalar toza. Diplom kerak emas hozir. Diplom mutlaqo kerak emas. Kasb kerak. Yurasan qul bo'lib aka o'qimasang. Qul bo'lasan o'qimasang. O'tishtaja, hayvonlar! Kezalaklar ko'paydi. O'g'il bolalar lafzi qolmadi, hamiyat qolmadi, subuti yo'q, va'davozlik hamma yo'q. Rashk degan narsa qolmadi. O'g'il bolalar, hezalak, ayol sifatlar ko'payib ketdi. Ayollar kiyimini kiyadimi? O'zini ayollardek tutadi, yurishi, turishi va ayollarga o'xshaydi hamma qilig'i. Ayol bo'lib olyapti bular. Erkaklarga o'xshagan, erkakcha gapiradigan ayollar chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Qaysi bir erkak o'zini ayolga o'xshasa, yurishida, turishida, kiyinishda, qilig'ida Allohning la'nati bo'lsin dedi. Qaysi bir ayol o'zini erkakka o'xshasa, unga ham Allohning la'nati bo'lsin dedi. Mana shundan la'natlar ko'paydi va bulardan tap tortmayapmizda. Bular oshkoriy xohlagan ishini qilib yurishibdi. Chet ellarda bularga ruxsat beryotibdi. Bu ishlar bekorga bo'lgan yo'q azizlar. Mana shunday gunohlar oshkoriy bo'ldi, lekin boshimizga shunday balolar yog'di butun sayyoraga. Endi bundan qutulishlik uchun nima qilishlik kerak? Buni qutulishlik yo'li ana shu ishlarga chek qo'yishlik kerak. Harom harish ishlarni yig'ishtirishlik kerak. Кто вы, Саид Шавкатовна? Я служитель. Я служу в первую очередь своему отцу, потому что это такая большая фигура в моей жизни.
с рождения вот он всегда во мне видел личность. Вот прям с нуля. Может быть, потому что я долгожданный ребенок. Может быть, потому что с двух сторон, с маминой и с папиной стороны, я первая. И они ко мне относились как вот к личности и с той, и с этой стороны. И в первую очередь папа сформировал меня так, что вот Саида сказала, так и будет. Меня все называли на «вы». Угу. Сестренка моя, которая младше меня на 1,5 года, она меня на «вы» называла. Shim kiygan. Badanlarini tortib, qomatini chiqarib turadigan, hamma avratlarini hajmi bilan shaklini aniq ko'rsatib turadigan libosni kiygan ayol mal'una, la'natlangan emasmi? Nimaga shariatimizda uzun kiy, keng kiy deyiladi? Toki boyaga aytgandek mahosinlari, ziynati bo'lgan ayolni a'zolari bilinmay turishligi kerak. Lekin ta'assub hozirga kelib turib, ayni ko'z-ko'z qilishlik urfga kirib qolgan. O'zini ayollarga o'xshatgan erkakni Rasululloh la'natlagandek, o'zini erkakka o'xshatgan ayolni ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanqidlarni to'g'ri qabul qila olmayotgan amaldorlar marhamat qilib bugunoq arizangizni yozib o'sha 4 tomoningiz qibla degan tarafga ketishingiz mumkin. Qarindosh urug'laringiz bilan yig'ishtadilar. Kuchlar tizimlar bilan xalqqa bosim o'tkazishni bas qilinglar, bo'ldi. Bu nomeringlar yemayapti ortiq xalqqa. Nima ish bo'lsa biznesga aylantirib olishibdi. Ochiqchasiga xalq itarish qo'pol bo'lsa ham. Nima deysiz? Bor narsa-da. Ajabani vijdonan men gapiraman, vijdonan qolganlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. To'g'risida biz ularni yalinib joylamaganmiz-ku. Iltimos, bizni bo'lmasam davlatimiz xor bo'lib ketadi. Ba'zi bir qoloq bir Afrika davlatlariga o'xshab qolyapmiz. Bundan better bo'lib ketmasligingiz uchun iltimos bizga hokim bo'ling, bizga vazir bo'ling deb ularni bir o'sha lavozimlarga yalinib yolvorib olib kelmaganmiz. Hatto prezidentlikka ham. Marhamat qilib, yoqmay turgan bo'lsa ta'qiqlarimiz daf bo'lib, yo'qib ketishinglar mumkin. 4 tomoninglar qibla, qarindosh urug'inglarga qo'shilib daf bo'lib ketishinglar mumkin. Ta'qiqlarni to'g'ri qabul qilasizlar, ishlaysizlar. Halol ishlaysizlar, ta'qiq bo'lmaydi. To'g'ri ishlaysizlar, ta'qiq bo'lmaydi. Xalq manfaati uchun ishlaysizlar, ta'qiq bo'lmaydi. Xalq tabiiy boyliklarini tillasini ham sotsanglar, ko'mishini ham sotsanglar, misini ko'mirini ham sotsanglar, kamiga gaz, elektrikini sotsanglar, elektr energiyasigacha xalq qayerda limitga qand bormi? Yo'q, to'g'rimi? Bu xalq shuncha tabiiy boyliklarni sizlarga ishonib topshirib qo'yib, bir yo'lni ta'mir qilib qo'ysanglar, yo'qchi. Qo'rqadigan joyimiz yo'q. Bemalol gapirish mumkin. Hamma ozod inson. O'taymi? İmkon qadar so'kinmaymiz, haqorat qilmaymiz. Ro'za kunlari yaxshi emas akalar. So'kinish, haqoratlar bu yerda imkon qadar yozmasliklarini iltimos ham talab qilib qolardim. Kerak emas. Bizni bu yerda juda ko'p kuzatuvchilarimiz yosh katta insonlar. Men statistika ma'lumotlarini ko'rsam, analitika ma'lumotlarini 65 dan yuqorilari ham juda ko'p ekan. 26, 28, 30% ga qadayapti. 65 dan yuqori kuzatuvchilar. Aqlli
imkon qadar shu saqlab qo'ymasdan uzoqlarga kelganda ishlatishni tavsiya qilaman, haqorat qilmaslikni. Tем более ro'za kunlari sizni haqorat gapingizni o'qib qo'yib, boshqa ro'zador insonni ham rad qilmaylik. Mana shu yerda ham bor ekan, mana 65 yoshlik inson, o'sha yoshdan katta otaxon onaxonlarimiz. Iloyim dunyo turguncha turinglar, sizlar hammanglar. Hammamizni baxtimiz uchun, oila a'zolarning baxtiga uchun. To'g'ri bo'l, inson bilan bo'l deb o'zing o'lmay bo'lish deganmi? O'sha bo'lyapti-da hozir. Bu adagi hozir budjetdan mana bir yilga, mana yangi yilda, mana shu eski yilda 31-30 dekabr kunlari davlat budjetidan 12 ta viloyatga har bir tizim uchun har yilgiga nisbatan 14 trillion so'm oshiqcha mablag' ajratilganda, buni ochiqlamagan xalqqa har yilgidek hech kim ochiqcha ochiqlamagan xalqqa mana shu kabi ishlar har yili davom etyapti. Lekin na bir yo'lni ta'mirida, na bir ta'lim tizimida, na tibbiyot tizimida, naki bir boshqa bir tizimlarda bir o'zgarishlar sezganimiz yo'qda. O'sha poraga botgan, kontraktga botgan, super kontraktga qand bor. Bu barcha Alisher Qodirovga o'xshagan ilmsiz maddohlar ko'payib ketadi-da, super kontrakt oqibatida. Maqtashni bilsa bo'ldi, qo'ldan bir ish kelmasa ham soliqni maqtab chiqsa, soliq xizmatini, soliq bor davlat yuksaladi-da. Amir Temur davrida ham shunaqa bo'lgan deb yolg'on gapirib tursa, Amir Temur davrida qayerdan bilasan sen? Soliq unaqa bo'lganmi? Soliqqa qarshi bo'lgan bu inson. Shu tarixini o'zi bir tuzuk ko'rib bilmaydigan insonga o'xshaysan bu gaplaringdan. O'shani hamma ham tushunmayapti-da. Ozod inson hamma bemalol erkin gapirishi mumkin. O'sha narsani hamma tushunib yetmayapti. Faqat o'ziga olmay bo'lish deyapti-da. Shunaqa ishlar bo'lib ketyapti akalar. Ana shuning uchun har bir yoki chiqishlarimizda bir yaratgan, qo'yib turgan videolarimizda yuklab olib, joylab qo'yib turgan videolarimizdagi o'sha hukumatga bo'lgan o'zimizni izohlarimizda o'zimizni qarshiligimizni yoki bo'lmasa o'sha qaror qonunlarga roziligimizni, e'tirozimiz yo'qligini biz bildirib ketishimiz kerak azizlar. Bo'lmasa bu xalq o'sha muammosi, o'sha dardi, fikri, o'sha ozgina pul topib dang'illama to'y qilish, musor mashinani olish, o'shaqa ekan hayoli bularda haliyam deb nima qilib xohlagan qaror qonunlarini chiqarib yozibdi-da bular. Bironta e'tiroz bo'lmagandan keyin zo'r yashayapti-kan xalq deb o'ylaysiz-da. E'tiroz bildirish kerak. Ertaga Uyg'urlarni kuni boshimizga tushib, boshimizga ikki chekasini ushab, nimalar qilib qo'ydik, nimalarni yeb qo'ydik demasdan 35 yilda misol ixtiro qilganimiz faqat turli tuman ovqatlar bo'ldi. Boshqa narsa ixtiro qilganimiz yo'q biz. O'zbek xalqi, yana to'g'ri bo'lsa aytinglar. Oshni har xil turli ishlab chiqdik.
Qanaqa qilib tez yeyishni bir o'ylab topdik. Necha tonnalik oshlar, necha tonnalik lavashlar. Biz boshqa narsani eplolmayapmiz. Maqtanishimiz o'sha eski paytda qolib ketgan qurollar bilan Amerika qadarga qilgan o'sha 40 ta 50 ta Brano'ning texnikalar bilan Turkiyadan sotmagan dronlarimiz bilan qani o'zimiz boshqaroq qilgan narsalar. O'zbekistonda 35 yillik bu tabiiy boyliklardan kelgan bir foydasiga O'zbekiston vaqocha atom izbiri ishlab chiqarish kerak edi. Bizga ro'yxat qilib atom elektr stansiyalarini qurib tashlaydigan davlat. Beja qo'shni davlatini qulog'igacha qarz etib tashlaydigan, Xitoydan bir so'm qarz olmaydigan davlat. Bu hozirgi kunimizda bu limitga men o'zim qarshiman. Faqat kurashim shu limit haqida bo'ladi endi. Yoqtirasizlarmi tanqidni, yoqtirmaysizlarmi? Yoqtirmasanglar o'sha gapim sizlarga. Hurmatli yuqoridagi o'zini hurmatini bilmay qo'ygan ba'zi bir amaldorlar marhamat qilib o'sha qaysi tarafiylar qiblaga yuzlansa o'sha tarafga qarab naf bo'lib ketishinglar mumkin. Biz sizlarni iltimos qilib, yolinib, yolvorib ishga olganimiz yo'q. Holbuki sizlar o'shina qilib, yalinib, yolvorib lavozimga kelgansizlar. 200lamachilik qilib hozir mana labziylarda turmayapsizlar, so'zinglarda turmayapsizlar, chiqargan qaror qonuniylarda ijrosini ham ta'minlamayapsizlar. Xalq ana shuning uchun norozi. Endi men noroziman shu narsa. Menga o'xshagan norozi xalqni ichidan chiqadiganlar mana shu primoy efirimizdagi bo'lgan zapisimizda izohlarda o'zingizlar ko'rib olasizlar. Necha kishi rozi, necha kishi norozi mana shu narsalar. Hamma yo'qda cheki bor, chegarasi bor. Sabrda ham hamma yo'q. Hurmat yuzasidan sizlarga murojaatlar bo'lyaptimi? Haddilaringni bilinglar. Ana asl yuzi ochildi emas, u sizlar haq etgan muomalaga endi mana ishinglar tushyapti. Haq etgan muomalani endi olyapsiz. Bu antena toza o'ynayaptilar. Eplolmasa ketish kerak-da, eplolmasam ketaman deganda nima desangiz deng, ochig'i Karimov davrida yaxshiroq yashagan ekanmiz. O'shaqa bo'lyapti lekin haqiqatdan. Eplolmasa ketsin. Yo'q bo'ldi, daf bo'lib ketsin. Qaysi biri bo'lsa ham, hokimi bormi? Bu hokimda 12 ta viloyatda 12 ta hokimi bor. U 12 ta hokimni dangasa ish yoqmaslardi. 7 tadan yordamchisi bor. Yordamchisiga qand bor. O'zlari bitta ish qilmaydi. Ular budjetdan yana yordamchilarga oylik to'lash kerak bo'ladi. Tekin qo'llar. Biz haq-huquqlarimizni bilmaymiz. Bilganimiz ham qo'rqoqmiz. Shu tezda kelajak Xitoyga topshirib ketamiz. Bo'lmasa u. Ko'rinib, o'zi kelajak ko'rinib qoldi. Haqga nisbatan, yuqoridagilarga nisbatan, yuqoridagilar ham o'sha tiltalayapti, guliga qilib tahlab, terib ham qo'ydi olib borib joylaydigan joylariga. Mana fevral oyida sotilgan qancha ming tonna tillolar. Qani ularning foydasi qaysi sohalarga ishlatildi? Yana dom qurilishi ekanmi? Bu domni tadbirkorlar quryapti deydi, ha desa. Uylar qurish nima keragi bor bizga? Uni davlat qurmadi, uni tadbirkorlar quryapti. Tadbirkorlar chetdan kelib quryap turgani yo'q uni. Shu O'zbekiston ichidagi insonlar quryapti. Ular qayerdan oldi u? Qaysi lavozimda ishlayap turgan tadbirkor u?
surishtirib olsang, bitta hokim yordamchisi, bitta ko'tarilgan 16 ta ishkani bittasini hokim yordamchisiniki bo'ladi, yo falonchiligi bo'ladi, yo stonchi vallomatniki bo'ladi. O'sha tadbirkormi o'shalar? Biznesmen bular, tadbirkormi, davlat ishchisi bular. Qanaqa bu? Na ularda daromadi bir hisobga olinmasa, ishga kelgunchagi bo'lgan mol-mulkini hisobga olinmasa, xalqqa oshkor qilinmasa, Qirg'izistonda nimaga bunaqa qonunlar qabul qilingan? Hatto prezidentgacha mol-mulkini mana xalqqa oshkor nima qilyapti? Biznikilar nimaga unaqa? Kalamushday bir-biridan qo'rqadi. Xalqdan qo'rqadi. Bir aybi borki, o'g'ridirki, ochiqlay olmayapti. Shunaqa qaror, qonunlar qabul qila olmayapti. Ahmoqlar tushunarli-da. Alisher Qodirovga partiya ochishga o'zi bo'lgan partiyachilar qani haqiqat gapirib, xalqqa foydali biron bir ish ko'rsatdimi? Ko'rsata olmaydi ular. Qayda ko'rsatadi? Nimani ko'rsatadi? Bu Alisher o'zi balabol bo'lsa, oylik daromadimiz oshmasa, qolgan hamma narsa patolog. Naturi bor narsa. Oylikdan oshishdan xabari yo'q. Lekin qolgan hamma qo'shadi. Hamma narsa. Bu limitlar oshaveradi. Yo'q, eng qizig'i oyligi yetmaydigan darajada limitni bir taqsimlashi, chiqargan qarorlari limitni hali belgilangan darajasi oyligi yetmaydi. Tasavvur qil, Karol deydi-yu. O'sha aytyapman-da, tuman hokimlari voshim keragi yo'q. Davlat xizmatlarida ish bitirsa bo'ladi. Yevropada butun bitta narsani, hamma dokumentingni bitta joyga kirasan, har dokumenting hal qilib bitasan. Juda ko'p davlatlar shunaqa. Ortiqcha qog'ozbozlik yo'q, ovoragarchilik yo'q. Nimaga? Seni qo'lingdagi ID kartingda sen haqingdagi ma'lumotlar bor. Kadastrga borib spravka, mahallaga borib spravka, yoki bir raygasga borib spravka, yoki bir boshqa joy moliyaga borib spravka, unaqa narsalar kerak emas. Barmoq izing bilan sen haqingdagi ma'lumotlar ba'zi davlatga tushib bo'lgan. Sen qo'lingdagi pasporting bilan bitta joyga kirsang, hal chiqib ketsang bo'ladi. 21-asrda bu aql mirzalar limitga ahli yetar ekanda, xalq ishilishga ahli yetar ekanda, xalqni ovoragarchilikka ahli yetmas ekan bu. Mantiq yo'q-da, shuning uchun men aytaman. Bularga har bir chiqargan tepadagi amaldorlarda, hatto prezident ham har bir chiqargan video murojaatiga yozaman qarab do'lantirorma, ana nima qilarma, turkchasiga aytganda, o'marorma haqda deb. Uxlatorma deb, o'shuning uchun men yozaman-da kerak o'zi prezidentiga. Ahmoq emas bu xalq senga. Xalq mana shu shunaqangi aqlliki, seni aqling yetishi uchun bilib turib seni o'sha lavozimga saylagan. Noinsoblik qilma xalqqa deb turib o'sha jon kuydirib yozaman o'sha. Lekin uni bilgan bilyapti, bilgan bilib mayga kirib obuna bo'lib qolgan bir anaqalarda bir muhokama qilyapmiz. Bilmagan hozir meni g'iybat qilib yuribdi, undan keyin ham g'iybat qiladi. Ularning ishi shunaqa bo'ladi-da ular. Hayotda shu. Foydasi yo'q bu gaplarni O'zbekiston xalqi hech kim o'ylamaydi. Ko'pchilik chet elda ishlayapti. Qachongacha ishlaymiz aka chet elda? Mana yoshimiz 40 ga bordi, misol. Ertaga ishga yaramay qolamiz. Misolda qachongacha ishlaymiz? Mashallarda o'lib ketgingachami? Nechta o'lib ketib, o'ligi ham xor bo'lib
qancha ehson pullar bilan yig'ilib olib ketyapti o'sha aka ukalarimizni, opa singillarimizni o'ligini. O'ligidan ham pul qilyapti bu davlatlar, tushunyapsizmi? Nega kelib soliqlar to'layapmiz? O'zimiz davlatda shu soliqlarsiz ishlashda imkoni bor. Kerak bo'lsa ishlamasdan katta tadbirkor bo'lib yashab, o'sha kerak bo'lsa boshqa davlat aholilarda arzon ish chiqish sifatida biz ishlatadigan xalq edik. Nimaga men kuyib ketaman? Mana men kuyib ketadigan joyim mana mening nimada. Bu hozir mana shu Polsha davlati neft bo'yicha O'zbekistondan ancha past. Ana nimaga bu davlatlar shunchalik rivojlangan, xalq uchun faqat zo'r sharoitlarni qilib qo'ygan, nimaga bizning davlat shunchalik tabiiy boyliklari bor-u, nimaga qilmaydi? Bularda bunaqa bizda chiqadigan tillalar yo'q bu Polsha davlatlarida. Bizda chiqadigan darajada nefti yo'q. Boy o'sha soliqlarni evazigami? Bizda soliqlar ham bor, kamiga limitlar ham bor. Nimaga biz yaxshi yashamayapmiz? Nimaga men gapirsam qo'rqasizlar? Mayda izoh yozgani ham boshqa. Qachon siz talab qilasiz? Qachon bu Uyg'urga o'xshab xotin qizlar Xitoylar ega chiqqanda gapirasizlarmi? Qachon gapirishni o'rganamiz? Sen chetda turib olib gapiryapsan deyapti. Ba'zi bir aka-uka opa-singillarim. Aka-uka opa-singillarim 5 milliondan oshig'imiz chetdamiz. Nimaga gapira olmayapmiz? Men chetda turib gapiryapman. 5 milliondan oshig'imiz shu musofirchilikda non topib, oila bola-chaqa uchun g'am tashvish uchun yuribmiz. Nimaga sizlar gapira olmayapsizlar? Nimaga sizlarda bir organinglar kammi? Ikkita jigaringlar bittami yo bir ikkita pochkanglar bittami yo bir jigaringlar ikkitami, bir oshcha joyinglar bormi? Nimaga bir yo kam joyinglar bormi menga nisbatan? Nimaga gapirmaysizlar? Yo menga o'xshagan yoki sizlarda ota-onanglarga o'xshagan ota-onadan dunyoga kelgan insonman men. Bu sizlarning barmog'inglar ozgina tilinib kelsa, qanaqa rangda qon chiqsa, men ham xuddi shunaqa, menda ham shunaqa qon. Tirnog'inglar ko'rsa, qanday joninglar achsa, menda ham xuddi shunaqa jon. Nimaga gapira olmaysizlar chetda turib? Qachongacha qo'rqib yashaysizlar? Mana 20 mingdan oshib ketdi bir hafta, 1,5 haftada zaharlangan bog'chadagi bolalar soni. Nimaga o'sha uchun ham fikr bildira olmayapsizlar? Bular biznes uchun har tarafda xohlagandek qo'pol bo'lsa ham itarib tashlasa har tarafda. Nimaga sizlar gapira olmaysizlar? Faqat men gapirishim kerak yoki Asliddin Kamol yoki Muhammad Komil yoki ana Jahongir Muhammad yoki Xidirnazar aka o'g'illarigacha qamalib ketib, sizni haqqingizni talab qilish kerak yoki ana bu taftishdagi 19 yoshli qiz siz haqqingizni talab qilib qamalib ketish kerak. Nimaga siz gapira olmaysiz? Qayeringiz kam bizdan, yosh qizlardan. O'sha ayolchalik emasmisiz? O'sha 19 yoshli qizchalik emasmisiz? Haqqingizni talab qiladigan darajada. Va kirib olib xotiningizga, qizlaringizga aql berasiz o'yladi. Zo'ravonlik qilib kuchingizni ko'rsatsa, zapramkalarda bir-biringizni mushlashib. Nimaga gapira olmaysiz? Haqqingizni talab qilib. Kim? Men gapirishim kerakmi? Qachongacha gapiraman? Qamalib ketgunchami? O'ldirib yuborgunchami? Undan keyin kim gapiradi? Ana o'zini, tili o'zini boshini yedi deb meni g'iybat qilasizlarmi? Nima bo'ladi keyin? Yo'q, kim gapiradi? Bo'pti, men gapirmasam, bo'pti, og'zimni yumsam. Men ham sizlarga qo'shilib muhtaramlik beraversam.